qiyomat kuni 3 toifaga Xudoy taolo bu meni dushmanlarimdir ekan. Birinchisi dedilar, meni nomimni sotib, qasam ichib, ahd berib, unga xiyonat qilgan odam dedilar. Men uni qiyomat kuni dushmaniman dedilar. Ikkinchisi, xur ozod insonni qul deb sotib pulini yegan kishi dedilar. Ha bizda qul yo'q-ku deyish mumkin. Alhamdulillah islom buni tugatgan qullik. Lekin hozirgi kunda odamlar olib borib bir joylarga pullab pulini olib qochib ketayotganlar bor. Ko'p ko'ramiz. Chaqirada mana ishlaydi deydi, keyin oyligini bersa, "Yo'q, pulingni olib ketgan, o sen olib kelgan odam" deydi. Shu insonlar ham qiyomat kuni Allohning dushmani bo'lgan holatda tiriltiriladi. Va uchinchisi, ishchini yollab undan foydalanib keyin haqini bermagan kishi deb Imom Buxoriy rivoyatlarida ana shu 3 toifa inson qiyomat kuni Allohning dushmani bo'lgan holatda tiriltirishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib ogohlantirdilar. Demak, Allohning nomini aytib, sotib, ahdlashib, va'dalashib, unga xiyonat qilgan, odamlarni sotib, uni ustidan pul yegan, uchinchisi odamlarni ishlatib uni haqini bermagan inson.